Titanic bilan cho'kib ketgan soatning hikoyasini so'zlasam nihoyat qizib ketdi. Lekin bu soatlar nima degan qimmat, bizning sotib olishimizga qurbimiz yetmaydi ekan. Biz taqiyaliqdek markalarni so'zlab berayang degan inkaslar ko'p bo'ldi. Shunga bugun do'stlarimizning talbiga asosan atrofimizdagi kishilarning taqishiga mos kelgidek saqlash qimmatiga ega 10 danglik soat markasini olib keldim. Bir tal yurak berib o'tib davomiga diqqat qiling. 10-si Shvetsariya markasi Tissot. Bu marka 1853-yili Shvetsariyaning Rula tog' tizmasida qurilgan. 90% erlarning tunji soati deb atalgan. Bu soat bahosining tuvan, ammo sifatining yaxshiligi bilan olqishga erishgan. Hozirgacha NBA xalqaro motosiklet va mashina musobaqalarining vaqt hisoblash hamkorlash qutisi bo'lib kelmoqda. Lekin bahosining tuvanligi bu markani yuqori qatlamdagilarning ishlatishini cheklab qo'ygan. Bahosi o'rta hisob bilan 2000 yuandan 15000 yuangacha sotiladi. 9-si Shvetsariya markasi Titoni. Bu marka 1919-yili qurilgan, 3 avlod davomlashgan marka. Ammo Titonining Hanzuchi Meyhua degan ismini ko'riblar. Ko'pincha kishilar davlatimizning markasi deb qoladi. Titoni soatlarining yana bir o'zgachiligi bo'lsa, sirtqi shakli oddiy bo'lib pishqan, mo'tavar kishilarga mos keladi. Bu alohidaligi Titoni soatining yoshlarning qo'lida nima uchun oz uchraydiganligining yana bir sababi. Bahosi o'rta hisob bilan 3000 yuandan 25000 yuangacha sotiladi. 8-si Yaponiya markasi Casio. Bu 1946-yil qurilgan elektronlik mahsulot ishlab chiqaradigan shirkatning markasi. Casio 8 qirliq soat dastasi va silkinishdan saqlanish texnikasini o'zgacha alohidalik qilgan bo'lib, ko'pincha soatlari tanarkat nusxasida aylangan. Moda kiyimlarga moslashtiradigan zinnat buyumi o'rnida nurg'un yoshlarning yoqtirishiga erishgan. Bahosi o'rta hisob bilan 300 yuandan 16000 yuangacha sotiladi. 7-si Shvetsariya markasi Mido. Bu marka 1918-yili Shvetsariyada barliqqa kelgan. Mido moda qo'g'lashmaydigan klassik fasoni bilan tanliq. Soat loyisida binokorlikdan ilhom olib, cho'ng sifat, oddiylikni ta'kidlab kelgan. Baho darajasi Tissotdan yuqoriroq, Langchendan tuvarrak turdi. Lekin Tissotdek tanliq bo'lmag'achqa, ko'pincha kishilar pul qo'shib Langchen sotib olish yoki pul tejab Tissot sotib olishni tanlaydi. Bahosi o'rta hisob bilan 3500 yuandan 14000 yuangacha sotiladi. 6-si Yaponiya markasi Seiko. Sharqdagi Rolex deb atalgan bu marka 1881-yil qurilgan. 1968-yili Shvetsariyada o'tkazilgan vaqt hisoblash musobaqasida qatnashgan. Birdan-bir Shvetsariyadan boshqa davlatning markasi. Shu qatimliq musobaqada 1-darajadan 3-darajagacha Shvetsariya markasi bo'lsa-mu, 4-darajadan 10-darajagacha hammasi Seikoning soatlari erishgan. 1969-yili dunyodagi tunji kvart soatni bozorga solib, barliq Shvetsariya soatchiligini zilzilaga solgan va kvart krizisini keltirib chiqargan. Bahosi o'rta hisob bilan 1500 yuandan 12000 yuangacha sotiladi. 5-si Shvetsariya markasi Rado. Bu marka 1917-yili qurilgan. Tarixdagi tunji upirma soatni ishlab chiqarib bozorga solgan. Material shohi, yangilik yaratish boshlamchisi degan nomlar bilan dunyoga tanliq. Ikkinchi qo'l soat bozorida baho tutib turishimi xeli yaxshi. Bahosi o'rta hisob bilan 7000 yuandan 40000 yuangacha sotiladi. 4-si Shvetsariya markasi Langchen. Bu marka 1832-yil qurilgan, dunyodagi 500 kuchli markaning birisi. Soat havaskorlarining atlab o'tib ketolmaydigan soat markasi. Rasmiy so'rin va odatlik turmushda moslashtirib taqash uchun Langchen markali soat sotib olganlarning pushaymon qildig'ini yo'q deyarlik. Soatni sotish to'g'ri kelsimi, bahosi pek tushib ketmaydi. Bahosi o'rta hisob bilan 11000 yuandan 45000 yuangacha sotiladi. 3-si Shvetsariya markasi Omega. Bu marka 1848-yil qurilgan. Kvarts kirisidan burun Omega Rolex'ning oldida, hatto barliq soat markalarining eng oldin qator turadigan markasi edi. Lekin kvarts soatlarining zarbisi Omega markasini taqilish girdoviga olib qo'ygan. Bahosi o'rta hisob bilan 17000 yuandan 160000 yuangacha sotiladi. Ikkinchisi bo'lsa Shvetsariya markasi Vango. Bu marka 1868-yil qurilgan, dunyodagi 500 kuchli markaning biri. 1936-yili tunji bo'lib uchiqchilar uchun alohida ishlangan soatni bozorga solgan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Germaniya armiyasiga 1000 tal Vangoning uchiqchilar soat seplangan bo'lib, keyin kim ortiq qilib setishda bahosi necha 10 o'rlab ketgan. Dunyo e'tirof qilgan soat markasi. Bahosi o'rta hisob bilan 37000 yuandan 1 200 000 yuangacha sotiladi. Birinchisi Shvetsariya markasi Rolex.
Bu marka 1905-yili Shveysariyada qurilgan. Dunyodagi 500 kuchli markaning 69-si. Dunyo xarakterlik metal pul qatoriga kira oladigan bu soat markasi nemishqa kishilarning shunchalik yoqtirishiga erisha oladi. Birinchidan, Rolex yiliga 1 million donadan ortiq soat ishlab chiqarib bozorga soladi. Mayli siz taraqqiy qilgan Nyu-Yorkda bo'ling yoki tugini qatnash qurol qiladigan Misrda bo'ling, dunyoning hamma joyida Rolexni tonimaydiganlar yo'q. Ikkinchidan, nurg'unlagan organ va taniqli shaxslarning e'tirof qilishiga erishgan. Hozir Rolexning ismi chiqsa qimmatbaho esimizga keladigan holatga yetgan. Uchinchidan, beg'ishdagi banka deb nomi bor. Pulga aylantirish oson. Ya'ni Rolexning ikkinchi qo'l soat bozori intayin kuchli. Hatto ba'zi soatlarning ikkinchi qo'l bahasi aslidagi bahasidan yuqori ahvollar nihoyat ko'p uchraydi. Uning ustiga setish va setib olish halqasi intayin oddiy. Mayli qaysi davlatda bo'ling, shu joydagi go'roxonaga kirib tizla pulga almashtirib ishlata olasiz. Shunga Rolex degan bu marka mayli qayerda bo'ling sizga yaxshi bir hamroh bo'la oladi. Bahasi o'rta hisob bilan 47 ming yuandan 10 necha million yuanga sotiladi. Yuqoridagi soatlarning bahasi muvofiq har qaysi qatlamdagi kishilarning taqishiga mos keladi. Mayli maxsus setish do'konidan setib oling yoki ikkinchi qo'l soat bozoridan setib oling. Hammasining sifati yaxshi, saqlash qimmati bor. Amaliyotda dangli qo'l soat markalari men so'zlagan markalar bilan cheklanmaydi. Siz yana qaysilarni bilasiz? Yuqorida so'zlangan markalar ichida qaysilarni taqab boqqan? Qo'lingizdagi soatni rasmga tortib inkas rayoniga yo'llab qo'ying. Billa o'rtaqlashamiz. Meni qo'shib olinglar, mushundaq mazmunlarni davomli so'zlab beraman.